Well, was not expected to play as much games, but Uning bunchalik ko'p o'yin o'tkazishi kutilmagandi. Lekin bizda butun mavsum davomida orqa to'rtlikda bo'lgan vaziyat tufayli juda ko'p o'ynadi. Uning o'ziga xos sifatlari bor. Bu aniq. U haqiqatan ham o'ziga xos. U juda tezkor va o'yinga ishtiyoq bilan kirishadi. Uning his-tuyg'ularini hamma vaqt ham yuzi va tanasida ko'rib bilib bo'lmasligi mumkin, lekin u buni ko'pincha harakatlarda namoyish etadi. Qisqa mashg'ulot vaqtida ham ko'plab jihatlar bo'yicha biz undan mamnunmiz. Bilasizmi, qisqa vaqt ichida mashg'ulotlarsiz va boshqa muhim narsalarsiz bizga ko'p yordam berdi. Vitor Reis ham xuddi shunday. Angliya Kubogining oldingi bosqichlarida o'ynagan o'yinlarimiz juda yaxshi o'tdi. Mavsum o'rtasida yangi mamlakat va yangi ligaga moslashish oson emas. Ular juda yaxshi va kayfiyati ham, jismoniy tayyorgarligi ham ijobiy.